hayotimizdagi biz erishayotgan narsalar qayerdan yo'lga chiqqanimizga va nima uchun yo'lga chiqqanimizga bog'liq. Biz qilayotgan ishlar ham xuddi shunday. Bizni harakatga keltirayotgan narsa nima? Kim uchun? Nima uchun? Masalan, biz mana shu hikoyani nimaga aytyapmiz? Bizga buni ayttirgan narsa nima? Ya'ni nima maqsadda aytyapmiz? Maqsadimizga ko'ra bu hikoyalar natija beradi yo bermaydi. Agar bir samimiy bo'lsak, shuni kimdir eshitadi. Uni hayotida bir tatbiq qiladi. Rejalarini bunga ko'ra qiladi. Xatolari bo'lsa to'g'rilar balki deb aytsak, kimgadir foydasi tegadi desak, eyvalloh. Nur ustiga a'lo nur. Lekin buni bir oliftalik qilib, men bu hikoyani bilaman, mana ko'rdinglarmi deb, shunaqa ham bo'lishi mumkinki, yoki bir maqtovlar uchun bir maslahat beraymi? Maqtov uchun hech bir ish qilmang aslida. Agar bir qilgan ishingiz uchun sizni maqtashsa qabul qilmang. O maqtov. Qabul qilishingiz yiqilishingiz bo'ladi. Chunki nafs sizga yoqishni boshlaydi, bora. Shuning uchun siz maqtanayotgan joydan keting. Quloqlaringizni berkiting. Agar o'zingizga yaxshilik qilmoqchi bo'lsangiz-da. O'zingizdan ko'nglingiz to'lib, qanotlarim, kuraklarim qichyapti, qanot chiqyaptimikin deb qolmay deyman-da. Xullas, kalom xulosa qiladigan bo'lsak, bugungi hikoyaning xulosasi shu. Niyatlarimizga qarashimiz kerak. Bizni harakatga keltirayotgan narsa nima? O'ylab ko'rishimiz kerak. Nima uchun qilyapmiz shu ishni? O'zimiz uchunmi? Nafsimiz uchunmi? Hirsimiz uchunmi? Obro'yimiz uchunmi? Ota-onamiz uchunmi? Davlatimiz uchunmi? Alloh azza va jall nima uchun qilyapmiz? Nima bizni harakatga keltirayotgan kuch manbai qayerda? Shunga ko'ra natijalariga rozi bo'lamiz. Men unday edim, bunday bo'lib qoldi, bo'lmaydi. Qanday bo'lsak shunday bo'ladi. Men yaxshi edim, yomon bo'lib qoldi, bo'lmaydi. Yo yaxshi bo'lsak, yo ham yaxshi bo'ladi. Yomon bo'lsak, yomon bo'ladi. O'rtacha bo'lsak, o'rtacha bo'ladi. Hech kim